Başımız mı çora? Sen başla. Başla. Assalamu alaykum hurmatli Kavak kanal obunachiları. Xudo xolasa bugungi videoni Bahodir qassobxonasidan olib boramiz. Hammangizga kelib kelgan 2026-yil bayramlaringiz bilan tabriklayman. Shu yangi yilda yangi omadlar kimine arzusi bo'lsa shu 2025da yetolmayana shu 2026da yetsin. Gapirasiz. Bo'ldi, hamma alam xudo. Kamera YouTube'a chiqmasdan iltimos qilsin. Kommentariyaga yozib ketasizlar. Men bu shu qassoblardan 4 avloddan go'sht olgan ekanman. Bu 5-avlod ekan. Kim bo'lasan sen? Murat qassob bolasi ekan. Xudoyim sen ham qassob bo'lgasan, shu buvalaringga o'xshaysan. Qara endi bu yerlar boqasana, berimlaring bilan kirib. 25 ming so'm. Bu 25 ming so'm. Bu ne bu? Bu tuzlangan burchmi? Tuzlangan burchini. Bu uksuz 7 ming so'm. Bu uksuz. Bunu o'zingiz mahsulotmi, o'zingiz tayyorladingizmi? Yo'q, imuni o'zimiz tayyorlaymiz. Ha, imuni. Bular nega? Bular muksuzmi? Ha, bular muksuz. Bu keramdan bu. Buni ichasiz. Bu bam 7dan. Ya so'us o'zimiz tayyorlaymiz. Mana endi o'zingiz mahsulot. 5 ming so'm. Shashlik shimilaylar 1000 so'm. Bu xolanni aytasan buni ekanglar zan etamiz. Yaxshimi? Non necha so'm? Non qanturush 4 ming so'm. Qanturush 4 ming so'm. Zilib. Beğenlerim gibi, yaxshimisan? Non kim kesaligimi? Necha so'mdanmi? Hozir söz bo'ldi. Qana endi bu shashlik qadar, yaqin beri shashlik qadarlar bo'g'asin sen bilasan abi. Bu biza chiqarib berish ne bo'lib turibdi? 10 ming so'm. Chiqarib berish 10 ming so'm 1 kilosi. Ha. Shashlikka. Hem de tayyorlash içinde. Duzu, puzu, noni, bu shashlik qadarlar nesi? Ya bu katta 150 ming so'm. Bu 150 ming so'm. Bular 100 ming so'm. 100 ming so'm. Bu ne 200. Ya bir de ya yığınalardan bo'ladi, bularni kittilama. Yığınalardan satıldı mı o? Yo'q. Yo'q, yığınalardan birisi bor, ya. Kömür necha so'm? Neri kömürü bu? Tahta kömür 30 ming so'm. Ya bu 40 ming so'm. Ya bu 40 ming so'm. Defadakilar. Balık set necha so'm? Balık set necha so'm? Balık setten çok 70, 75, 60, 70, ha. 65, 50. Ya bu narsalar bor axir bedayni. O bu narsalar. Niye? Balıkki, işte go'shtki hammasidan bor. Gelin de operat işe giremiz. Yapalım. Baharı yaqincha, yaxshimisan? Ila bu xudo xolasa bu hozir. Shuni aytib o'taymi videoda 4-avlod xudo xolasa sendan go'shag'im mana u 5-avlod ekan. Kommentariyaga yozib ketinglar. Necha avlodi bilasizlar qassoblardan. Xudo xolasa bu Bahodir yangillaring bilan. Horma qana endi yangi yilda bir gulayotganing qozonini o'daning buni go'sht qozoni gulayot Bahodir. Go'sht olgan buni arzidan beraman dedingmi? Yine. Avval qozoni pishirib bo'ladi, temperatura chiqaradi. Go'sht olasalar shuning ichida ektik. Bu pirprava neler bular deşanda kemmesi bırak var. Bu Allah çeşamdan bu Allah. Bol 70'ten. Bol 70'ten. Bizde dikkansılık bu alan. Bu alan dikkansılık. Yine ne yengilik var? Yaxshi sog'lom bu. Acayip gap yok işte. Malades. Dastlapga pastlapga hammasi bor axir. Uni kapishda teskari beramiz. Oramız gelen. Malades. Qani malades. Bundan ginemiş qilib yoshlar, boshqasi ne joy ko'rishing. Girip yatırım. Bu hazır. Mesela çok selamet olmaz işlerin yani. Xudo xolasa. Ekkan bulun mesela. Endi ko'lam xalaqda durmalı. Şükür sizlar xizmatdagi o adam. Mevzuda kelim deşanlar bilan bir al xo'shalik aytib
gerek halkını. Kolla neden buldu? 6.000 so'm. Tarvuz. Tarvuz 5 ekan. Gerek kanal yapışlar. Rahman aka, berilmez bir aka. Üstepedeki o ara Ha. Siz bir de işlettik mi? Güzel tuttuk mu? Zalim. Aman hadi. Edris Atkançık. Edris. Ben taraf çeyreken şişkeresine ben taraf üstünden gelen düştü ortada. Ne ondan gelip ekranda neyini koyma. Bir QR kod. Ana şu menzil boladı xuda xalasa. Midandan geldi üçün. Biri koyup gerek halk bizi bilədi.